Morrer? 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 İmo qo'y sen ham. Mulkoygini ko'rib kelaylik qaja. Mulkoygini ko'rib kelamiz. Muhammad Qorim 31-yanvar 2026-yil. Muhammad Qorim mulkoygilarni yaxshi ko'radi. Ayyo mulkoyga assalomu alaykum. Mulkoygi degani baliq degan. Mana sharoitlari Koreyada. Doktor Yo'nam ham больницасida. Morrer? Voy, kartinkalar chiroylilar qo'yib tashlagan. Mana kolyaskalar qo'yib qo'ygan yosh bolalilar uchun aylantirib bemalol doktorlarga ko'rinib chiqish uchun, o'zi ko'rinib chiqa olish uchun pianino aksessuar qilib qo'yib qo'yishgan, pianinolarni ham chiroyli qilishib. Mana kecha ko'rsatdim, mana gullardan shular suvsab qolibdi. O'zim suv quyib qo'ygim kelyapti. Voy, rosa suvsab qolibdi, joniga shukr. Yosh katta ayollar, tabiatga qarovchilar. Yosh katta, yosh ulug' ayollar. Ularga buyruq bergan, men xijolat bo'laman, suv quyib qo'yishim kelsam yaxshi ish bo'lardi. Bu yerda hozir Rakina ham yo'qda. Tualetda bor Rakina. Hali kamerada egalari o'tiradi, bular katta vrach o'zi o'tiradi, ko'rsa xafa bo'lib qoladi. Aytgandim-ku mana kecha. Shunaqa chiroyli ifor tarqatyapti. Mana bular ham suv sepib qo'ygan mana. Qishda kam suv quyishadimikin mana shular barglarini uchun. Bannerlar qo'yib qo'yishgan. Kasalliklarga qarshi dorilarimiz bor, doktorlarimiz bor mana. Jurnallar qo'yib qo'yishgan, o'qib o'tirishlari uchun bekor o'tirmasdan. Hamma tomondan mukammal insonlar betdagi ochgan katta doktor. Katta doktorni ko'rsatdim-ku, hozir yana sizlarga ko'rsataman nimasini. Bugun 31-yanvar kuni ham keldik Muhammad Qorim privkasini olguncha yaxshi bo'lsin deyapti. Privkas qo'ygan, eng kerakli privkas mana ochilgan. Kecha ham ko'rsatdim-ku, boshqa oldingi kadrlarimda ham bor. Mana o'tirishga televizorlar, mana ko'rish uchun pultlar hamma yo'q bor. Mana shu больницani ochgan doktor taqdirlayapti qanaqadir anaqa bilan, mukofot bilan. Mana baraka topsin, umringiz rizqi ziyoda bo'lsin. Sog' O'zbekiston vaqti bilan 10:30, 9:30 Koreya vaqti bilan 1:30, 20 kam 2 bo'lyapti soat. Mana sharoitlar chiroyli qilib qo'yishgan. Hamma sharoit bor. Anketa to'ldirish uchun ham sharoit bor.